هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Necm tefsiri 19. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Necm suresi 19. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Aytip beqanlarçı Lat, Uzza ve üçüncüsü boğan Manatla Allah Teala'da güç kuvvetke egimi. Ey müşrikler camiasi, sizlerce yaxşı hesaplanğan oğul bala sizlerge xas bulup, sizlerce yaman hesaplanğan kız bala Allah xas mı? Ondaqda bu adaletsiz taksimattır. Bu butla faqat sizler ve atı boğanlar atı alğan quruq namlardan ibaret. Allah bunu ispatlaydigan hiç bir delil pak düşürgini yok. Ulağa Rabbi tarafından şek şübhisiz hidayet, yani peygamber ve Kur'an kelgen turuqluq, ular faqat guman qila ve nefsillerinin xahişi qila erişidir. İnsan nimin arzu qilsa şu bolamdı. Ahiret ve dünya Allah'ın ilkididir. Yani dünya ve ahiretteki işlerinin hemmesi Allah'ın xahişi boyunca buludur. Osmonlarda nurg'un farishtalar bo'lib, ularning shafaati hech narsaga asqatmaydi. Faqat Alloh o'zi xohlagan va rozi bo'lgan odamga shafaat qilishga ruxsat qilsalar, ondan ularning shafaati asqatadi. Butlarga cho'qing'uchilarga raddiya berish va Lat, Uzza, Manat butlari to'g'risida Allah Teala müşriklarning butlarga ve şirklerge çoqunganlıqı, u butlarga ve şirklerge nihayeti şefqatlik Allah'ın dostu İbrahim aleyhisselam sağan Kabe'ge oqştup öyleni selip bergenligiga reddiye berip mundaq deydi. Aytip beqanlarçı Lat, Uzza ve üçüncüsü bo'lgan Manatla Allah Teala'da güç kuvvetke egimi. Lat naqshlangan oq tosh bo'lib, Taibda uning ustiga uy selingan edi. Uning ustiga yepiladigan yopiqlari va xizmatini qiladigan xizmatchilar bor edi. Uning atrofi o'ylilik edi. Saqif qabilasi va ularga ergashganlardan bo'lgan Taibliklar uni ulug'laydi. Uning bilan Qurayshlardan boshqa arab qabilalariga ko'z qilatdi. İbn Cerir mundaq deydi. Ular Latning ismini Allah Teala'ning ismidan turlab chiqarib Lat deyishgan edi. Buning bilan ular uni kishi iloh demoqchi bo'lgan. Allah ularning so'zlaridan yuksak darajada ustundir. İbn Abbas, Mujahid va Rabi' ibn Anas qatorliqlardan rivoyat qilinishicha, ular Latni mundaq tushundirgan. Lat bir kishi bo'lib, jahiliyat davrida hacılarga talqan qo'rib beradi. U o'lgandan keyin odamlar uning qabrisini tavob qilib, uningga cho'qindi. İmam Buxoriy İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Lat bir kishining ismi bo'lib, u kishi hayot chig'ida hacılarga talqan qo'rib beradi. İbn Cerir mundaq deydi. Uzza degan ismi Allah Teala'nın Aziz degan ismidan elingan. U bir tüp daraxt bo'lib, uning ustiga uy selingan va yopiqlar yepilgan. U Mekke bilan Taifning orasidagi Naxla degan joylashgan bo'lib, Qurayshlar uni ulug'laydi. Masalan, Abu Sufyan Uhud urushi bo'lgan kuni musulmonlarga bizning Uzzayimiz bor,
sizlarning uzzayinglar yo'q deganda payg'ambar alayhissalom sahobalarga Alloh bizning madadkorimizdir. Sizlarning madadkoringlar yo'q denglar degan. Manatga kelsak, u Makka bilan Madinaning oraliqidagi Qadid degan joyning Mushallil degan yerga joylashgan bo'lib, islom kelishdan burungi davrda Xuzoa, Aws, Hazraj qabilalari uni ulug'laydi. Ka'baga berib haj qilish uchun uning yenidan talbiya etib mang'atdi. Imom Buxoriy Aishadan shu mazmunda hadis rivoyat qilgan. Allohning aziz kitobida tilga ilingan Arab yerim orladagi va boshqa joylardagi bu 3 butdan boshqa yana nurg'un butlar bo'lib, arablar u butlarni go'yo Ka'bani ulug'lagandek ulug'laydi. Alloh faqat bu 3 butni tilga ilib o'tdi, chunki ular boshqalarga qaraganda eng mashhurlari edi. Imom Nasa'iy Abu Tufaylining mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom Makkani fath qilgandan keyin Xolid ibn Validni Naxli degan joyga avatdi. U joyda Uzza nomli but bor edi. Xolid u yerga keldi. Uzza 3 tip samura daraxining ustiga o'rnatilgan edi. Xolid samura daraxtlarini kesib, Uzza o'rab selingan uyni o'rib tashladi. Ondan payg'ambar alayhisalomning yeniga kelib, qilgan ishlarini xabar qildi. Payg'ambar alayhisalom u yerga qaytib borgin. Sen haqiqatan hech ish qilmabsan dedi. Xolid u yerga qaytib bordi. Xolidni ko'rgan Uzzaning xizmatchilari, ya'ni darvozamanlari hiyla ishlatib, "Ey Uzza, ey Uzza, ey Uzza" deb to'lash qildi. Xolid Uzzaning qishig'iga kelib qarasa, u yerda qip yalang'och, chech-chuvuq, beshiga to'p chechib turgan bir ayol turibdi. Xolid uni qilich bilan chipib o'ltirib etdi. Ondan payg'ambar alayhisalomning yeni qaytib kelib, qilgan ishini xabar qildi. Payg'ambar alayhisalom ana shu Uzzadir dedi. La havla va la quvvata illa billah. İbn İshaq mundaq deydi. Lat Saqif qabilasining buti bo'lib, Taifga joylashgan edi. Uning xizmatchilari va darvozamanlari Bani Mu'tab qabilasidan edi. Men, ya'ni Abdur ibn Kasir, mundaq deb qarayman. Payg'ambar alayhisalom bu butni chiqishga Mughira ibn Shu'ba bilan Abu Sufyan Sahir ibn Harbni avatgan bo'lib, ular u butni chiqib, uning o'rnini Taifliklar uchun namoz o'qiydigan masjid qilib berdi. Ibn Ishaq mundaq deydi. Manat bo'lsa Aws bilan Hazraj qabilalarining va Madina aholisidan ular bilan dindosh bo'lganlarning buti bo'lib, Qadid degan joyning Mushallil degan yerga udul keladigan dengiz qirg'iqiga joylashgan edi. Payg'ambar alayhisalom uni chiqishga Abu Sufyan Sahir ibn Harbni avatdi. U uni chiqib tashladi. Uni chiqishga Ali ibn Abu Talib avatilgan degan qarashlar bor. Zul Xalasa bo'lsa Daus, Hasam, Bajila qabilalarining va ularning yurti Tabala rayonidagi arablarning butxonasi edi. Men mundaq deb qarayman. U butxona Yaman Ka'basi. Makkadagi Ka'ba bo'lsa Sham Ka'basi deb ataladi. Payg'ambar alayhisalom u butxonaga Jarir ibn Abdullah Bajalini avatdi. U berib u butxonni chiqib tashladi. Ibn Ishaq mundaq deydi. Fals bo'lsa Tay qabilasining va uning yaqin joylashgan Tay teg'ining atrofidagi Salma va Aja qabilalarining buti edi. Ibn Hisham mundaq deydi. Ba'zi bilimli kishilarning mana so'zlab berishicha, Payg'ambar alayhisalom uni chiqishga Ali ibn Abu Talibni avatgan. U berib uni chiqib tashlagan va u yerdan g'animat ilingan narsalardan Rusub va Mig'zam nomli 2
qilishni tanlagan. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom u 2 qilishni Aliga berib o'tgan. Mana bu Alining 2 qilichi deb atalgan qilishlardir. İbn İshaq mundaq deydi. Hamir qabilasining va Yamanliklarning San'ada bir butxonasi bo'lib, u butxona Rayyam deb ataladi. Aytilishicha, butxonada bir qora it bor ekan. Podshoh Tubba bilan birga Yamanga borgan 2 Yahudi olim bu itni sirtqa elib chiqib o'ltirib o'tgan va butxonni chiqib o'tgan. Manat ibn Tamim jamoatidan bo'lgan Bani Rabi'a ibn Ka'b qabilasining Riza nomli butxonasi bor edi. İslam davrida Mustavg'ir ibn Rabi'a uni chaqqan chaqda mundaq degan. Haqiqatan men berdim Rizoga bir xotima, tashlab ketdim u yerni qilib qoqas xaroba. İbn İshaq mundaq deydi. Vailning 2 o'g'ildan kelib chiqqan Bakr bilan Tag'lib qabilalarining va Iyod qabilasining Sandad degan yerda butxonlar bor edi. Mushriklarning shiriklarni erkak, farishtalarni kishi deb e'tiqod qilganligiga berilgan raddiya to'g'risida. Aytib beqinglarchu, Lat, Uzza va 3-inchisi bo'lgan Manatlar Alloh taolodek kuch-quvvatga egami? Ey mushriklar jamoasi, sizlarcha yaxshi hisoblangan o'g'il bola sizlarga xos bo'lib, sizlarcha yomon hisoblangan qiz bola Allohga xosmi? Ya'ni Allohga bola chaplab va Allohning bolasini qiz deb o'zinglar o'g'illarni tanlamsizlar, agar sizlar taqsimotni mushundaq qilsanglar, boshqa maxluqotlarmi sizlardek bo'lsa, undaqda bu taqsimot cho'qim adolatsiz taqsimotdir. Ya'ni bu taqsimot zo'migarlarcha qilingan botil taqsimotdir. O'g'il bola bilan qiz bola orasidagi bu taqsimot navoda haqiqiy taqsimot bo'lganida ahmoqlarcha qilingan bu taqsimotni Rabbinglarga qandoqmi munosib ko'rsizlar? Alloh taolo ularning butlarga cho'qinib, butlarni iloh deb atab, bu vaqtda paydo qilgan yolg'on va bo'hton so'zlari uchun va kufrlik qilganlik uchun ularga raddiya berib mundaq deydi. Bu butlar faqat sizlar va ota buvanglar o'z tarafinglardan atib olgan quruq nomlardan iborat. Alloh buni isbotlaydigan hech bir dalil pokit tushirgani yo'q. Ularga Rabbi tarafidan shak shubhisiz hidoyat, ya'ni payg'ambar va Qur'on kelgan turuqliq, ular faqat gumon qila va nafslarining xohishiga ergishadi. Ya'ni ularning o'zlaridan ilgari mush yo'lni tutib mangan ota bo'g'illariga qarata bo'lgan yaxshi gumonidan boshqa hech bir tayanadigan narsa yo'q. Ular faqat o'zlari riyosatchilik qilish, burunqi ota bo'g'illarini ulug'lash bilanla o'zlarini xo'sh qilishidi. Alloh ularga nurliq haqiqat, keskin dalil pokit bilan payg'ambarlarni avatdi. Shundaq turuqliq ular payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatga ergashmadi va bo'ysunmadi. Yaxshilikning orzu qilish bilan qo'lga kelmaydiganlik to'g'risida. İnsan nimini arzu qilsa shu bo'lamdi? Ya'ni yaxshilikni arzu qilgan har bir kishi uningga erisha olmaydi. Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. O'zini hidoyat topquchi deb o'ylagan har qanday kishining ishi amaliyotda uning aytganidek bo'lmaydi. Biror narsani yaxshi ko'rib qolgan har qanday kishimi uni yaxshi ko'rganligi uchunla uningga erisha olmaydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Ahmad Abu Hurayradan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar sizlardan birarsi
biror narsani arzu qilsa, u arzu qilgan narsasiga qarab baqsin. U arzu qilgan narsasidan o'ziga nimaning putilganligini bilmaydi. Ahiret ve dünya Allah'ın ilkididir. Yani şek şübhisizki her qandaq iş dünya ve ahiretinin egisi bo'lgan Allah'ın ilkididir. Dünya ve ahiretdeki hamma ishni Allah idare qilguchidir. Allah xalagan narsalar vujudga keladi. Xalamagan narsa vujudga kelmaydi. Hech bir shafaatning Allah'ның ruxsatisiz qilinmaydiganligi to'g'risida. Osmonlarda nurg'un farishtalar bo'lib, ularning shafaati hech narsaga asqatmaydi. Faqat Allah o'zi xolagan ve razı bo'lgan odamga shafaat qilishga ruxsat qilsalar, ondan ularning shafaati asqatadi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Allah'ның ruxsatsiz kimmi Allah'ның oldida shafaat qila olsin? Allah izni bergan odamdan boshqaga Allah'ның dergahida shafaat payda bermaydi. Allah'a yaqin farishtalarning holi bu tursa, ey nadonlar, Allah'ның dergahida bu butlaringlarning ve shirklaringlarning shafaatini qandoqmi umid qilasizlar? Allah Teala butlarga cho'qinishni yo'l qo'ymadi. Uningga ruxsatmi qilmadi. Balki barliq payg'ambarlarning tili ve nazil qilgan barliq kitoblarning hukmi bilan butlarga ibodat qilishdan to'smadimi? Shubhisizki ahiretki iman etmaydiganlar farishtalarni Allohning qizlari deb kishi jins nom bilan ataydi. Ular mundaq atashda hech qandaq ilmga ega emas. Ular faqat gumon qila asoslanadi. Gumon degan haqni isbotlashda hech narsaga yaramaydi. Bizning zikrimiz, ya'ni iymon bilan Qur'ondan bosh tortgan, faqat dunyo tirikchiligini ko'zlaganlardan yuz o'rgin. Ularning ilmdan yetgan yeri ana shu. Shubhisizki Rabbim o'zining yo'lidan azgan odamni obdan biladi. Hidoyat topgan odamni obdan biladi. Farishtalarni Allohning qizlari deb olgan mushriklarga berilgan raddiya to'g'risida. Allah Teala bu oyatda mushriklarga ularning farishtalarni Allohning qizlari deb ularni kishi jins nom bilan ataganligi uchun qattiq raddiya berdi. Allah bola tutishdan pokdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Allah farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi? Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan biladi? Ularning guvohligi, ularning nom amaliga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortiladi. Ular mundaq atashda hech qandaq ilmga ega emas. Ya'ni ularda o'zlarining aytganlarini isbotlaydigan hech qandaq to'g'ri ilm yo'q. Balki u yolg'on, bo'hton, to'qilma ve yirginishlik kufr so'zlardan iboratdir. Ular faqat gumon qila asoslanadi. Gumon degan haqni isbotlashda hech narsaga yaramaydi. Ya'ni gumon hech narsaga asqatmaydi. Hargiz haqning o'rnini ola olmaydi. İmam Buxoriy Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Gumon qilishdan saqlaninglar. Haqiqatan gumon eng yolg'on so'zdir. Batıl yo'lidagilardan yuz o'rishga buyurish to'g'risida. Bizning zikrimiz, ya'ni iymon bilan Qur'ondan bosh tortgan, faqat dunyo tirikchiligini ko'zlaganlardan yuz o'rgin. Ya'ni haqdan yuz o'rgan kishidan senmi yuz o'rgin. Onu tashlag'in. Shek shubhisizki uning eng cho'ng g'ami va ilmidan erishmoqchi bo'lgani dunyodan iboratdir. Ana shu uning birdan bir g'oyasidir. Uningda hech bir yaxshilik bo'lmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Ularning ilmdan yetgan yeri ana shu. Ya'ni dunyo talab qilish va dunyo uchun tirishish
ularning yetishga tegishlik birdan bir g'oyasidir. Payg'ambar alayhisalomning bir duosida mundaq deyilgan: Ey Alloh, dunyoni eng cho'ng g'imimiz va ilmdan yetadigan yerimiz qilmag'in. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Shubhisizki Rabbing o'zining yo'lidan ozgan odamni obdan biladi. Hidoyat topgan odamni mu obdan biladi. Ya'ni u barliq mahluqotlarni yaratquchidir. Bandalariga nimaning foydali ekanligini bilgichidir. U xohlagan odamni hidoyat qiladi, xohlagan odamni gumroh qiladi. Ana shularning hammasi Allohning qudrati, ilmi va hikmati orqali barliq keladi. U adil bo'lib, shariatidimi va oldin ola o'rinlashtirilishidimi hargiz zulm qilmaydi. Alhamdulillah, yuqorida Sura Najm tafsiridan 30-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.